2-6 balkonni opa-singillarimizga yot qo'yishgan ekan. Neo klassika remont Amerika Toshkentda. Bitta ko'rib chiqamizda zal qismimiz, zalga qo'yilgan divan krestolarini qaranglar. Mana bu bitta detskiy xonani yasab qo'yishibdi, patani o'ziga chiqarib qo'yishgan. Вообще zo'r. Lokatsiyamiz 13-kvartal Farxatskiy Perекroska. Vashi go'zal uyga kelganimizda narxi bitta eshitasizlar, baho berasizlar. Ha, spalnini ko'rishim kerak edi. Mana ko'ringlar, ortopedический matraslar qilingan yevropeyskiy remontda ko'ryapsizlarmi? Bekorga aytib o'tiradim. Kiruvirish koridorimizni qaranglar. Damastroyka qilib qo'yilgan. Lokatsiya bomba. Farxatskiyni oldi. Etaj legend, ikkinchi etaj. Narx-navo go'zal. Narxi qanaqa ekan aka? 90 ming deganida egalari 86 mingga tushirib qo'ydik. Jasur aka, 20% pulim bor deyishyapti. Ularga qanaqa taklif bor? Taklifimiz zo'r. Comfort Finance'ga bitta aloqaga chiqilinadi. 20% shunday olib kelasizlar, ipoteka qilib chiqarib beramiz, qo'limizdan keladi. Investor akalarimizga ham savet berib qolamiz. $8 dan arendator qo'yib berish ham qo'limizdan keladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, tez uyli bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.